Bayramdan necha kun intam to'xtaydi, qachon boshlab intam oldi ekan, ishlamsizlar, ishlamamsizlar, bayram mesh qilamsizlar, qilmamsizlar degan bolalarga avtorishdan foydalanib qo'yinglar. 10-oyning 1-asidan o'sha 10-oyning 8-asiga intam yo'q, 10-oyning 9-asidan normal ham tur intam to'liq bo'ldi. Anqacha o'sha 1-4-4 vaqarliqda intam yo'q. Ham o'sha mezgilda intam olmaydi. Bugun yo'l qilsangiz bayramga yo'l qila olasizlar. O'sha asal qo'l qilayotgan bolalar amal bor yo'l qilayotganlar. Siz ishonchang yo'q bolalar, ham o'sha bayramlik aramlashdan foydalanib, mesh qilib, bayramni yeni chiqlam intamlash etsanlar, eng yaxshi unum ko'radaysizlar. Siz bir hafta intam bir paqqan bola cho'qim yo'l qilasizlar, intam bir alaysizlar bayramgacha. Bugun bo'lmagan bola o'rganmaysizlar. Ham shundan foydalanib qolsangiz bo'ldi. Shu bayramimizni mesh qilamsizlar, qilmamsizlar degan bolalarga ham maktab aramlashi o'xshash olmaydi. Ba'zi maktab aramlarda, ba'zi maktab ishlaydigan maktablar bor, aramman mesh qilgan yalim bor. Shaxsan bizning guruh ham shu bayram mezgilida normal mesh qilamiz. Sizlar shu bayramni yenib intamga chigisa bolalar, bayram mezgilidan yo'q fursatdan foydalanib mesh qilib olsanglar, mesh qilib ko'proq, jiqroq bolaning ozroq vaqtda yaxshi mesh qila olasizlar. Shundan foydalanib qolib tizaq aloqalashsanglar, ishilib boramiz. Ishlayotgan bolalar shu vaqtdan foydalanib sizlar o'qib olsanglar yaxshiroq unumga ega bo'la olasizlar. Yana erkin akşam normal mesh qilamiz. Ham tizim qilgan bolalarga shu fursatdan foydalanib tizim qilsanglar bo'ldi. Davomli aloqalashsanglar bo'ldi. Ham intamni o'zing ta'mirlagan sizlar o'qish qabul qilyapmiz. Ham shuni foydalanib qolsanglar bo'ldi. Vaqtni asosan mesh qo'llashtiramiz. Vaqtni asosan sizlar yo'l qilib chiqsanglar bo'ldi.